Menga qara Zebo, to'yimizga amazgina qoldi. Meni tog'da qilmoqchiman. Fotograf hammasini gaplashib qo'yganman. Ertaga soat 10 da tayyor bo'lib turib ketaman, xo'pmi? Voy, mayli men bora qolay. Akamlar chiqib qoldilar. Tinchlikmi singlim? Ertaga kuyovingiz soat 10 da toqqab ketyaptilar. Love story qilib kelar ekanmiz. Hech qayerga bormaysan. Domla hali nikohingni o'qigani yo'q. Kir uyga. Zebo, singlim. Labbay aka, Men qara telefoning nega o'chu? oyim bilan gaplashayotgandim, kuyovingiz ajdanaga tushib qolib, noto'g'ri tushundilar. Telefon ishlatmaysan deb urushib berdilar. O'shanga o'chirib qo'ydim. Necha marta senga tushuntirishim kerak? To'y po'yini eshittir, tushundingmi? Mana aytganimni qilasan. Hech qayerga bormaysan. Aytib qo'ygan akangga ham. Nimaga hali ham tayyor emassan? Seni ham endi 2 soat kutamizmi? Aka, o'zingizlar borib kelaveringlar. Kuyovingiz rashk qilib hech qayerga bormaysan dedilar. Nima senga xo'jayinchilik qil? Bor kelib chiq, o'zim gaplashaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Nima chaqirdingiz? Tinchlik emas, meni senga beradigan singlim yo'q. Tushunmadim. To'g'ri, to'yga ruxsat bergan bo'lishimiz mumkin, lekin hali ostonamizdan nikoh o'qitib olib chiqib ketgan yo'qsan. Demak, seni ayoling emas, sen buyruq beradigan. O'zingcha buyruq berasan, toqqab chiqib, merimi, perimi qilgin keladi, begona erkaklarni oldiga olib chiqib olib. Qarochi, uylanib olganingdan keyin xotiningga xo'jayinchilik qilasan. Qanday tushunding? Surbotdan mana shu ko'chada seni qorangni ko'rmay. Hozirgi holatda shunaqa vaziyatlar juda ko'p uchraganligi uchun mana mana shu temani oldim. Agar qo'lingizdan kelsa like bosib tarqatib, storyga qo'yib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat.